Keling deyman. Qadrli qizchaq, hergiz ön chiqamang. Men sizni ko'ygili keldim. Atdigan sizni bir ko'ribla chin dilimdan yoqtirib qoldim. Agar ma'qul demisangiz, bugun oqshom bu yerdan ketmayman. Jelim, siz nima odam? Bu yerga qanday kirdingiz? Aytmasangiz, odam chaqirman. Oy. Yo'q. Unda qilmang. Siz meni o'zingizga qattiq maftun qildingiz. Shunga sizga atab o'zgan bu gulimni qabul qilasiz. Bo'lmasa ko'z oldingizda o'zimni qatl qilaman. Oy, hergiz bunday qilmang. Oy. Ekagini gülemez. Yupurmak-ku. To'g'ri, yupurmak degan gulning chakiri. Siz deydek, men chakar. İkimiz xuddi mushu yupurmakqa o'xshash. Shunga ikkimiz. Yo'q, bunday qilma. Hujrat xinim bor. Qaraganda gapimni anglamaydigan o'xshaysiz. Oy, bunday qaramli qilma. Qani ayting, mendan nim talab qilmoqchisiz? İkimiz o'ltirib, aldirmay paranglashaylik. Keling. Mana bu yerda o'ltiring. Keling. O'tiring deyman. Yenimda o'tiring. Siz yakanlikmi? Ha. Buni qanday bilasiz? Men yakanlik. Sizga burildi ko'nglim tushgan. So'zlasam gap to'la. Meryem, ben sizni topgandan keyin hayotga rostilla umid bog'ladim. Biroq siz yüzünüzge çimbel tatib bilib, men bilan ko'rishni xohlamayapsiz. Qaraganda boshqa birisi bilan bitishib qo'ygan o'xshamamsiz. Yo'q. Mening qalbim faqat siz kelmansiz. Siz bilan to'y qilaman Meryem. Bilamsiz? Ikkimiz to'y qilsak, siz dunyodagi eng baxtli ayollardan bo'lasiz. Yo'q, Qaysar. Desem belki ishonmaysiz. Mening go'zalligim allaqachon yo'qolgan. Qanday qisqa yo'qoladi? Pak muhabbatni hech qanday narsa to'sib qololmaydi. Ishiningki, ikkimizning saf muhabbati go'zal jamolingizni texmi go'zallashtirdi. Bana işini. Sizni çoxum baxtli qilaman. Bugun akşam yig'lashning o'rniga xushal bo'lishingiz kerak. Meryem, beshingizni ko'tiring. Xuddi 5 yilning oldidagidek mardonlik bilan chimbilimizni qayrib o'ting. Men oydak jamolingizni qalg'ich ko'ra olay. Meni tutmang. Meni tegmang. Meni yaqin kelmang. Jingle, bop, 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 bam, 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 dingle, bam, 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 bop, 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 bu sarayda olvastı ba. Oq kiyimlik olvastı gördüm. O sahip Cemal kıyafeti kırıvattı. Sayın Cemal. Benim bir nevri sığılım Meryem'di Sayın Cemal disi böyle da.
Yakıcıtlık Beyzade. Sen olmasa kovmamsa. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Evet. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi. Beçare Meryem. Bundak vahimli günlerge qandaq mı çidap tura alaydı? Berip atamni elçevetişk aldırtay. O dozaq kabi bu saraydan qutulsun. Jo! O'zdan chaqirmasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirasizlar. Rahmat. Marhamat. Kiralar. Anlavatamlar, nim degan xushallarni. Birisining to'yi bo'ptimi? Sizlarning to'ylari. Qaraganda hakim degim o'g'li Qaysar uchun sizlarga elchivatgan o'xshaydi. Men Begzodining chaqirni ko'rdim. Yaratgan Allah. Agar begim bu ish ma'qul bo'lib qolsa, men berib Qaysarni deb ahvollarini aniq aytay, u chaqda azoblangan qalblarini tushunadi. Bo'lmaydi. Agar u mush chiroyimni ko'rsa, xuddi Eli akamga o'xshash qo'rqqanidan sarong bo'lib qoladi. Yotib bo'lmayman. Dadamning bu to'y ishiga qo'shilmaydiganligi ishonaman. Bechora qizim. Yaratgan Allah uning baxtini bermadi. Bu to'yni rad qilmoqdan boshqa chora yo'q. Begim. Yunus beg bo'lsa, beglarning begi. Qaysar uning yolg'iz o'g'li. Meningcha bu ishni hargiz rad qilishga bo'lmaydi. Bo'lmasa, keyingi bola qazodan qutulmoqimiz tez. Xuddi Maryamning chirigi Heliq kuni Yunus beg bilan Begzodi Qaysar o'sni to'liq qizlar Maryamni ko'rdi. Bu to'yni rad qilsa, Xudo ravo ko'rmaydi. Agar bu to'yni qilib qudubachi bo'lsalar, u chaqda ish boshqacha bo'ladi. Atavali qizlar Maryamni menga topshirib bersalar, amalini o'zim qilaman. Navada qo'shilsizlar, hozirla odam avatayli. Bir oydan keyin qizni yetkab ketsin. Albatta, ichki sirni biladigan Rayhonga bu to'yning bo'lmaydiganligini ogohlantirib qo'yamiz. obdanroq o'ylanib boqay. Yaxshi turdimikin qadrli Maryam xonim. Nima ish, xo'jador? Hozir yoz keldi. Hasan begim sizlarni Oqqo ko'li bo'yidagi sayligoqqa olib qo'yishimni topildi. Nemish bir oy burun bor ekanman. Uning ustiga bu yil saylik chiqmayman deb aytgandim-ku. Bu begimning plani. Anlashimcha bu yil ko'ldagi oqqolar ko'payib demish, gullar burunli ichilib demish. Bo'ldi. Keyinchi bir gap bo'la. Xonim, begim sizlarning adil yo'lga chiqishlarini aytdi. Ko'zimda yo'qol. Qachon ko'nglim tarsa, shu chog'da borman. Hech kim meni zo'rlamasin. Xonim, xonim. Qizim,
Kızım Meryem, әт аққу күлігі сәйлігі çıkışını mən etqan. Bu yıl yaz burun keldi. Anlaşımca sen yaktırdığın tağ gülleri ekilip demiş. Sen әdil yolga çıkkın. Kulumdik işlerini bir taraf kılıp etip mən hayal bulmay yetip baraman. Sana deydiğin yeni gepimiz var. Gel kızım, bu yerde ol da. Dadamızın aldığı bir edepli kımman. Berip oldurun. Gelin. Kızım, bunu sana atap aldık. Bu bizim uzundan beriki arzuyumuz idi. Qani, ağın. Elan Meryem. Dadаңыз ikkimiz sizge köynüp gelivatdimiz. Siz aval berip tursiz, hemme işler orunlaştırıldı. Peride bir neçe gün keçikip bardı. Peride, xenimning nars keraklarni joylashtirib bering. Xo'p, xenim. Xenimning zipi zinatlar qapqapti. Tegim yetkizib beringlar dedi. Otni so'qib bering. Yetip gelmedik. Mapının pörbüsünü çürüdünler. Boran çıkmadıdı. Xenimge soğutu yiyip kalmışsın. Arqımızdan qo'g'lab kelyotdi. To'xtating. Ana! Biz böyle. Xenim, qo'yinglar. Çapsan. Tüz. Qo'ydilar. Meni nega bormoqchisan? Nafsini to'xtat. Tushima. Nafsidan tushima. Sizni intayin yaxshi ko'raman. Şunu aytib qo'yayki, siz bugundan e'tiboran Hasanboyning qizi, saraydagi soyib Jamol Maryam xonim bo'lasiz. Bir necha kundan keyin Hokimbegning o'g'li Qaysar sizni Maryam deb bilib nikohiga oladi. Mundaqcha aytganda, siz Maryam xonimning o'rnida Hokimbegning kelini bo'lasiz. Agar deganimiz bo'yicha qilsangiz, siz ham oilangizdagilar tugumas mol dunyoga ega bo'ladi. Albatta, bu go'zalligini yo'qotgan Maryam xonim uchun ichinishliq ahvol. Biroq bu Hasanboyning
keyingi baxt saadetini ko'zlaganlik. Shundaqla Hasanboyning yuksak irodasi. Buningdan boshqa amal yo'q. Mushundaq qilmay bo'lmaydi. Qarang, bularning hammasi sizning bo'ldi. Hojilar! Ular hozirdan boshlab bizning Maryam xonimni kutdi. Assalomu Maryam xonim. Bo'ldi. Sizlar xonimni elib naqshli hujraga kiranglar. Bu ukimizga uval bo'ldi. Esingizda bo'lsin. Muvafiq bir kunni tanlab, uni Allohning dargohiga olib qo'yaylik. Merhamet hanım. Siz alvastını görüp bakkanmıdınız? Alvastını? Ha. Eğer aldığınızda oldurgan bir alvastı bolsucu. Kaysar'nın kiladigan günüge az kaldı. Bicara Meryem hanımның bu işlerden haberi yok. Yaratkan Allah özenge ma'lum. O hazır nerededir? Dehi hayat mıdır? Feride. Reyhan aca. Sizge deydigan gepim batdı. Nime? Yeni mi gidip kılıştın mı? Men gidek. Eğer men gidek bop kalsam sizlerek bulmaydım. Bir kep kalsın sizler. Sırkı çıkıp karap durunlar. Uxlayım ben. Xanım. Aca. Rastını etsem, Hasanboy hazır sarayda yok. Barlıq işlağa Laligül xo'jaylik qilyapti. Laligül? Qari kiyimli xenim shu. Sizni Maryam o'rinda yasab Qaysarga yotliq qilmoqchi bo'lgan mushu xudim. Qizim, uzoqqa bormay bu olamdan o'tadiganligimni to'yib turyapman. Bu yerdagi eng chong mahbiyatli Maryam xonimning chiroyining qandoq nobud bo'lganligi, buni sizga aytib qo'yishimni Alloh dilimga soldi. 2 yilning oldida Maryam xonim xuddi sizga o'xshash oy yuzli qizdi. Kutilmaganda Hasanboy qattiq og'rib yetib qoldi. Dada, qandaqroq? Dada, doğru qayntib kirdim.
yetkizib qo'yay. Ko'nglimga pukib bergan bir ishni sizlarga aytib qo'yishni loyiq topdim. Mening o'g'lim yo'q. Cho'ng qizim Maryam 17 ga kirdi. O aql farosatlik, to'lin oydek chiroyli qiz. Alloh uningga bir munosib jo'rini juft qilib, jamoatimizning shon shuhratini saqlaydiganlikqa qat'iy ishonaman. Shuni vasiyat qilamanki, yaxshi kunning yomoni bo'lib, Allah'ның dərgahına ketib qalsam, öy imarət, barlıq bisatimğa o varislik qılır. Dada, qadirlik dada, herkes undaq demisler. Allah şifalık beridi, saqayıb qalalar. Begi. Sili bu qarar kelishini ilgiri, belkim yani kenji qizlarning bağlığını unutib qalgan o'xshamamla. Xo'jador Tursun, siz faqat bir xo'jador. O'zingizni bilib, qizimni qo'yib bering. Begimning muhim qaroriga qarta boshqacha fikrda bo'lish huquqingiz yo'q. Begimning qarori to'g'ri. Maryam xonim, begimning tunji qizi. U qizg'in, illiq, farosatlik. Kelgisida singlisini xuddi mehribon onadek asraydi. Xo'jador, qaraganda erishib qolgan o'xshaysiz. Begim, bugun biz uchun xo'shallik kun. Sizlar o'z orzularini e'lon qilinglar. Bu hammamiz uchun xo'shallanarlik ish. Begim, saqib qilishlariga ishonaman. Begimning salomatligi, sarayimizning kelgusidagi xo'jayini Maryam xonimning hurmati uchun bir pada usul o'ynab beray. Kuni akşamı ko'nglim bir ishni to'ygandek bo'lib, vasvasa ichida hech uxlayolmadim. Oydan! Oydan! Adamamo! Meni qutqizinglar! Oy, azobini tutatma. Azobini tutatma. Kızım. Allah Kızım, Meryem. Allah seni gördüm. Kızım. Azabını tutatma. Azab işte ölüdüğün buldum. Japan işlerizden hem yapıyordum. Bu işini mahvet tutmasak olmaydı. Sırt başkanlık kes, katılıkta çıkıp gidiyordu. Bildiniz mi? Shundoq qilib, xonimning hayoti omon qolgan bo'lsa-mu, yuzidagi pichoq tekkan, ko'ygan jarohat, shalvarab iqib xonimning to'lin oydek ko'zini nobud qilibdi. Dastlabda begimni qotilni tutishga urindi. Biroq oradan uzun o'tmayla bu ishni jimjitli besiqtirib etib, bir muncha pul xajlab oq o'ylig'i xonimga atab
saray soldurib, xenimni sırtı çıkarmaydıgan boldu. Begim xenimning bexatarligini Laligülge tapşırdı. Xenimning husninin nabut bolganligini sarayda begim Laligül hojada menden başqa hech kim bilmaydi. Akşamsız körüp kalan kar külengi kim? Kar kiyimlik Laligül. Zat qandaq ayal. O sel canlıqlı olmaydıgan ayal. 15 yaşında begim onu çetelden ekilip, Meryem'nin anısını didek qıp berdiken. Xenim 3 yaşqa kirgende, anısı uçtum tutlu qaza qıptı. Aradan uzun ötmeyla begim onu emrige aptı. Biroq o Hasan bayğı tuydurmay, hojada Tursun bilen aşna oynap jürüydü. Heyli kichik xenim ameliyatı şu ikisidan tug'ilgan bala. Ola Hasan bayning mal dunyosining varislari bo'lishga o'rnavatıdı. Oduqmaqla. Öz adam. Bugün kecha ay chiqmabdi, lekin havo intayin sap. Hasan bayning bu sariyi ezelden erkin bir makan. Kishilar bu yerda ko'nglidagi gaplarni tatinmay qilishalaydi. Qilmoqchi bo'lgan ishlarni qilalaydi. Hammamiz shundoq. Rost emasmi? Meryem xenim. Dem aladigan vaqtingiz bo'ldi-ku deyman. Ha, rost Rayhonacha. Unutib qolg'ili tas qapdiman. Begim sizni qishimga bir ketkazsin deydi. Begim sizni 10 yil jafo chekdi, endi makoniga qaytsin deydi. Süpsüzlük navatsı. Bu begimning sizga bildirgan minnatdorligi. Buni isingiz biroz xomush bo'lishingiz mumkin. Bering. Menmi dem alay. Tursun. 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 Oy Xudayim ey. O içi etti. Qanday qilamiz?
çıkışı onu bir taraf kılıp dümen. Andaqda məncu. Korkma. Feride qarab bakın. Verin. Reyhan aca. Aca. Xenim, degim qaytib kelgidek. Tursun g'ojdarsini kelsin deydi. Ma'qul. Önce mervayetinin hemmini taqab qoyun. Xo'p. Erip Bekzat Qaysarni bu yerga chaqirib kel. Xanim, qoida bo'yicha nikohdan ilgari qiz yigit ko'rishmaydi. Uning ustiga chaqirib kel degan chaqirib kel. Yer osti uy orqali boshlab chiq. Hech kimga aytma. Biroq to'la azmini qilmayman. Hozir bu yerning xo'jayiniman. Menga bo'ysunsin kerak. Menga bo'ldi, boray. Biroq bu ishni hargiz menga ortib qo'ymaslar. Hey, dedek Feride bormi? Kim? Feride? Oytangay, kirpaqslar. Meryem, o'chiringizga kirishimga ijozat qilsiz. Intayin xo'shalman. Biror ish bormi? Kiram. Kirsizlar. Bekzod Qaysar, bu oxirgi minutlarda ahvolning ochiqini sizga aytmasam bo'lmaydi. Siz Men Meryem emas, uni dedigi Feride. Yo'q. Undaqım bo'lamdi. Qurban hayitda yana ayriq kun oqshimi. Qurban yetkin usul o'ynagan Meryem xanim emas, kirim qilib chiqqan mendim. Yiliq kun oqshimi chiroyini sizga ko'rsatmagan dal Meryem xanimning o'zi. Emse, nima uchun bunda qildinglar, ha? Gap qilma. Chunki uning husni jamoli nobud bo'lib, bashirsi olvostiga o'xshab qolgan. Xudo, bu zotni qandoq ish? Men zar ichib oldim. Haqiqiy ahvolni sizga aytib beray. Menga endi o'limdan boshqa yo'l yo'q. 2 yilning oldida Hasanboy mol mulkiga qizi Maryamni varislik qilganligini jakalagandan keyin qariniyat Loligul xo'jador Tursun bilan birlashib Maryamga zaharli qo'lini silib qasqiga. Maryam omon qolgan bo'lsa-mu,
lekin go'zal o'sni jamoli butunlay nobud bo'lgan. Maryam, oqqu ko'li bo'yida siz bilan tanishgandan keyin sizni unutmay saqlagan. Bu ahvollarni u menga deb bergandi. Bugungi kunda siz uni amringizga olmoqchi bo'lganda, Loliga bu to'ydan foydalanib saroyga xo'jayin bo'lish maqsadiga yetish, shundaqli Maryamga qilgan jinoiy shumliqlarni oshkorlanib qolmasligi uchun meni uning o'rnida sizga bermoqchi bo'ldi. Bir oy burun Tursun haqiqiy Maryamni insijin bo'lmaydigan cho'lga opirib tashladi. Farida. Vali. Farida, ayting, u yanada. Farida. Men Vali. Esingizdami? Qarang Farida, sizga yemi ichilgan gul keldim. Farida. Alvasti. Qadir Allah, haqiqiy Alvastining jajisini bergaysan. Alvasti. Ayta. Haqiqiy Maryam xonim nada? Ma aytay. Maryam xonim qumliqdagi gumbazning ichida. Voy hayvon. Bekzade, bir yerden kireyli. Olur. Bekzade, bir yerden çıkıl buldu ki. Çık bakayım. Ben çıkıp karab bakay. Ha. Al şu görüngen şeylik şu. Bir yerden östekli yitip varımız. Dur. Bir yerinimiş kızlar. Şeylik'i verip Meryem Hanım'ı tapmaz. Meryem Hanım ne? Bu yer çirip ketken cesetler bilen tolgan. Geç gündüz Allah'sı peyda olup durduğu yerde Meryem Hanım nemiş kızın? Bu beşi kalacak. Yok al. Vali, dur. Makul.
Taşlap kettin Karanlık kettin Atın tuvağı deyişke atıdı o. Onda kanası. Ağ tarafta bir kevatamda nime? Tünügünü ozuqsıq eke pegam tutsa, bundaq çöl cezige kim mi kile? Atının tuvağı deyişi o. Oy Xudayım ey, şu bob qamısı yana. Xanım, mazar tarafdan atliq bir iske vatıdı. Xuddi palonga o'xshab turdi. Iliq Begzodida qivatıdı. Rost shukanda. Kiyimimni yangishlay. Axshoy ko'ngligimni kiyma. Öylesi çıkaylı. Ehtiyat kızla. Özem çıkay. Meryem! Meryem! Çık! Meryem! Begzode, kısırlı çıraylık oynadın mı? Bir nes demeysiz ku? Çıraylık oynadınız. Rastma? Çıraylık ösetipsiz. Boyamızga yetkende teyhimi güzelleşip gitsiz. Çoğun boğunumda meni istab kelesiz mi? Tatlar insan riyazettir, yanmalıklı. Kendini
elsin eylep kılık Eğer sen canda yaxşı bulmakka işensen yaxşılık köp tut yamanlık ne oyun